Salom do'stlar, sizlarni endi kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Oxirgi joylagan videomga bo'lgan qiziqishingiz, qoldirgan izohlaringiz va bu kontentlar sizlarga foydali bo'layotganidan to'g'risi ko'rib juda quvondim. Motivatsiya berganingiz uchun sizlarga rahmat kattakon. Sezganingizdek, ancha vaqtdan beri kanalda yangi video kontentlar chiqmay qoldi. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Sababi jiddiy va juda muhim. O'zim ham dissertatsiya himoyasiga yakuniy bosqichlarga tayyorgarlik ko'rayotganim uchun biroz vaqt bo'lmay qoldi. Mana shu tayyorgarlik jarayonida o'zim uchun maxsus reja, ya'ni checklist, nazorat ro'yxati tuzib chiqdim. Chunki oxirgi kunlarda hayajon tufayli juda ko'p narsani yoddan chiqarib qo'yish ham hech gap emas. O'ylab ko'rsam, bu muammo nafaqat menda, balki barcha dissertatsiyani himoya qilishga tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun kerakli narsa bo'lib chiqyapti. Shuning uchun bugun sizlar bilan dissertatsiya himoyasining eng muhim 6 qadami va yakuniy tayyorgarlik sirlari haqida gaplashamiz. Ko'rib turganingiz, bu o'zim uchun tayyorlab olgan ustozlarimizni ko'rsatmasi asosida tayyorlab chiqqan checklist. Birinchisi, bu dissertatsiyani o'zida qizil muqova, matn, tasdiqlovchi hujjatlar ichiga kirishi kerak bo'ladi. O'zim uchun papka tayyorlab olganman, dissertatsiya papkasi, va bu papkamni ko'rinishi shu holatda. Asosiy dissertatsiya faylim shu ko'rinishda. Ularni zagolovkalarga tuzib, mundarija kirish qismlari, boblar, xulosalar, barcha talab etilgan qismlarini kiritib chiqibman. Bu bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumot beraman. Keyingi qism bu risola hujjati. Bu ayrim muassasalarda talab etilyapti, ayrimlarda yo'q. Bizga so'ralgani uchun tayyorlash kerak ekan. Bu hisobda tushunish bo'yicha mini kitob, dissertatsiyangizni ichkilashtirilgan versiyasi. Bu bo'yicha ham dissertatsiya papkamda risola deb tayyorlab qo'ydim. Unga alohida bitta titul fayli va dissertatsiyangizni qo'shimcha bir dona fayl kiritib, bir dona listini kiritib qo'yish kerak bo'lar ekan. Bunda mana bu usulda buni qo'shimcha list, bu yerda UDK, BBK yozuvlari bilan tadqiqotchilar, ilmiy rahbar haqida ma'lumot, dissertatsiyangiz to'g'risida ma'lumot va qisqacha 1-2 abzats bilan ma'lumotlar kiritib qo'yish kerak bo'ladi. Keyingi hujjatimiz bu tarqatma materiallar. Magistrlik himoyasida komissiyani oldiga kirganingizda komissiya a'zolari uchun beradigan tarqatma hujjatingiz. Bunda siz asosiy dissertatsiyangizda aytib o'tadigan, ko'rsatib o'tadigan matnlarni ko'rsatib, kitobcha ko'rinishda faylni, hujjatni tarqatma materiallar deb nomlangan umumiy nomni komissiya a'zolariga tarqatib berasiz. Bu o'rtacha shu 12-15 ta komissiya a'zolarini sonidan kelib chiqarib tayyorlab olish kerak bo'ladi. Keyingi qadam bu taqdimot o'tkazish uchun, o'zingiz uchun dissertatsiya himoyasi doirasida slayd tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Men ham o'zim uchun tayyorlaganman. Buni ilovalar qismiga kiritib qo'yganman. Shu ko'rinishda taxminan 10 list, 12 list umumiy jarayonlarni ko'rsatib, tezislaringiz, fikrlaringiz, takliflaringiz yuzasidan dissertatsiyaga prezentatsiya tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi qadam bu fargalka nomladim. Bu siz komissiya a'zolari oldida taqdimot o'tkazayotganingizda umuman taqdimot ma'ruzangiz va o'zingizga kerakli bo'lgan dissertatsiyadagi muhim qismlar, sizga komissiya a'zolari tomonidan beriladigan taxminiy savollarga javoblar ko'rinishda tayyorlab olishingiz kerak. Va bu bo'yicha ham menda tayyorlab olganman. Bunda shu ko'rinishda bo'lgan asosiy parametrlari: obyektingiz nima, dissertatsiya doirasida predmet, maqsad, metodlar, hajm qancha bo'lgan, asosiy dolzarbligi, asosiy bergan yechimlaringiz, qaysi boblarda, paragraflarda nimalar aytilgan, qaysi olimlar o'rgangan,
dissertatsiya davomida muhim atamalar, terminlar yuzasidan lug'atlar va yana bir qancha ma'lumotlar. Agar so'rov o'tkazgan bo'lsangiz, so'rov natijalari bo'yicha asosiy foizlaringiz, kutilayotgan savollar bo'yicha savol-javob kesimida ko'rinishda narsalar va yakunida siz taklif qilayotgan yechimlar. Agar kimga qiziq bo'lsa, intellektlar orqali oson usulda tayyorlab olsa bo'ladi. Men o'zim Claude'da tayyorladim bu narsani. To'g'ri promptlar orqali ancha kerakli, tushunarli holatda tayyorlab beradi. Va so'nggi qism tashkiliy masalalar. Bunda himoya bo'ladigan xonani oldindan bir ko'rib, qaysi joydan taqdimot o'tkazasiz, ekran ko'rinishi, komissiya a'zolari qayerda o'tiradi, bir qator ko'rib chiqsangiz ancha maqsadga muvofiq bo'ladi va texnik xodim bilan kelishib olish kerak bo'ladi. Unga o'zingiz prezentatsiya berib joylab qo'yasiz, yo'nalishlar berib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi keyingi qism dissertatsiyani umuman tuzilishi bo'yicha ham checklist qilib olganman. O'zim uchun dissertatsiya qismini checklistini tayyorlab oldim. Bunda qizil muqovaga hamma o'quv muassasalarini o'zini talabi bor. Ayrimlarda 2 tadan chiqarish kerak, balki ayrim joylarda bittadan chiqarilsa yetadi dissertatsiyani asosiy original versiyasini. O'zim uchun mana tayyorladim. Qizil muqovani ichida dissertatsiya varaqangizda nima bo'lishi kerak? Qizil muqova titul varag'i. Titul varag'i dissertatsiya mavzusi, ism familiyangiz, emblemalar va boshqa asosiy masalalar bo'ladi. Boshqa qismi titul varag'i. Undan so'ng annotatsiya listlari 3 tilda bo'lishi kerak. Annotatsiya listini men alohida listga qo'yganman, abstrakt degan. 3 tilda annotatsiyani alohida listga chiqarganman. Sababi tartib bo'yicha bu annotatsiya varaqlari raqamlashtirilmas ekan. Shuning uchun men listlar soniga bir buzilib ketmasligi uchun boshqa mavzuda o'tirgim kelmadi. Shuning uchun alohida listga chiqarib qo'yib qoldim. Undan so'ng annotatsiyani tayyorlab olgandan keyin mundarija qismi. Mundarijada avtomatik stilda joylashtirilgan Word'ni o'zini ichki imkoniyatlaridan foydalanib, ссылочный yo'nalish orqali kerakli sahifaga o'tish imkoniyatiga ega qilib tashkillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri ham bo'ladi. Sababi qanaqadir o'zgartirishlar va boshqa narsalar kiritganingizda sahifa raqamlarini yangilash ancha oson, qulay bo'ladi. Mundarijadan so'ng keyingi qism kirish qismi. Kirish qismimizda biz mavzuning asosiy masalalari, dolzarbligi, zarurati, obyekti, predmeti va shunga o'xshagan masalalarni ko'rsatib, tushuntirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu dissertatsiyani yana boshqatdan noldan yozib chiqish masalasiga kelib chiqamiz. Unda ko'p vaqt to'xtalmaymiz va asosiy qismlar boblar, paragraflar, boblarimiz, paragraflarimiz, har bir bob bo'yicha xulosalar va keyingi qism bu xulosa qismi. Xulosa qismini ham barcha o'quv muassasasini tartiblari yuzasidan tashkillash lozim bo'ladi. Bizga ustozlar ko'rsatma berishdi, taklif qilishdi va menimcha majburiy ham bo'lsa kerak 3 turga xulosa qismini 3 turga bo'lish. Bu ilmiy nazariy takliflar, qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar va huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirish bo'yicha. Eslatib o'taman, meni yo'nalishim ijtimoiy gumanitar yo'nalish bo'lganligi uchun shunaqa tartibda xulosa, balki texnik fanlar yo boshqa yo'nalishdagi fanlarda xulosa qilish tartibi sal boshqacharoqdir, lekin umuman masala olganda xulosa qismi shunday bo'lishi kerak. Keyin foydalangan adabiyotlarda ham o'ziga yarasha tartiblari bor, ularni ham bo'limlarga bo'lib qo'yish kerak bo'ladi. Undan so'ng bizda ilovalar. Men o'zim uchun shunday qildimki, deyarli barcha muhim asosiy hujjatlarni, varaqlarni bitta faylga to'g'ri joylashga harakat qildim. Sababi bironta nashriyotda chiqarib olish maqsadida bitta faylni yuboraman va ushbu hujjatni bittada chiqariladi. Ortiqcha savollar, to'plashlar, sortirovka qilishda muammolar kamroq bo'ladi. Lekin shu holatda ham menda ko'rganingizdek annotatsiya alohida faylda bo'ldi, ayrim hujjatlar alohida faylda bo'ldi. Bular bo'yicha yana to'xtalib o'taman va ilova qismlar. Ilova qismda bizda
qonunchilikka kiritish yuzasidan tushuntirish xati, ishlab chiqilgan qonun loyihasi, siyosiy jadvallar. Agar so'rovnoma o'tkazgan bo'lsangiz, so'rovnoma natijalarini shu ko'rinishda joylab chiqish kerak bo'ladi. Ilovalarda ko'rsatib o'tilgan. Shundan so'ng bizga kerak bo'ladi rahbar xulosasi. Buni original ko'rinishda alohida imzolashtirilgan holatda muqovaga qo'shiladi. Undan tashqari etiket tashqi taqriz, keyin plagiatdan o'tkazilganligi yuzasidan sertifikatni joylash kerak bo'ladi va maqolalar ilmiy ishingiz doirasida chiqargan, e'lon qilgan, chop etilgan maqolalarda sertifikatlari yoki nusxalarini joylash kerak bo'ladi. Shu usulda bizni chek-listimiz oxiriga yetadi. Texnologichniy usulda dissertatsiyamiz mana bunday reja, kirish, bo'limlar va xulosa qismiga ajratilgan. Annotatsiya yuqorida turadi. Foydalangan adabiyotlar, ilovalar, taqrizlar va plagiat va boshqa sertifikatlar ko'rinishida. O'zimni hujjatlarimni shu usulda tayyorlab oldim. Asosiysi mana kerakli bo'lgan bizga qism annotatsiya qismi, dissertatsiyaning o'zi, risola papkamizda kerakli fayllar, ilova hujjatlarimizni to'plami, taqriz xulosalarida skaner variantlari va chop etilgan maqolalarni ro'yxatlari shu bo'yicha antiplagiat fayllarni qilib olinsa ancha tizimli tashkillashgan bo'ladi. Bemalol o'zingiz ham adashib yo'qolib qolmaysiz va yakuniy dokumentimiz pechetka deb qo'yamiz. Aynan nashriyot uchun beradigan hujjatlarimiz, dissertatsiyani o'zi, maqolalar, sertifikat va dissertatsiyani o'zi. Ushbu faylni shundoq raspetka qiladigan joyga topshirib, bizga shu usulda dissertatsiya qilish kerak, qizil muqovaga qilib bering desangiz, u joydagi odamlar ham uncha qiynalmaydi, osonlikcha sizga chiqarib beradi. Endi tashkiliy masala yuzasidan agar kimga qiziq bo'lsa, kommentariyalarda izoh qoldiring. O'zimga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sun'iy intellektlar orqali dissertatsiyani retsenziyadan o'tkazish. Misol uchun men bir qancha vaqt dissertatsiyamni qayta retsenziyalardan o'tkazdim. Misol uchun mana tayyor javob bu narsani sun'iy intellekt kod o'zi avtomatik yasab berdi. Dissertatsiyamni yuklayman va menga shu yo'nalish bo'yicha menga izoh qildirib ko'rib ber, ortografik xatolarni, grammatik xatolarni, tashkiliy, tuzilmaviy, strukturalik muammolarni aniqlab ber deb turib to'g'ri prompt yozilsa, shu ko'rinishda natija beradi. Misol uchun menga anchagina kamchiliklarni ko'rsatib berdi. Men dastlabki himoyadan qandan keyin ayrim ko'rsatmalarga asosan o'zgartirish kiritganimdan keyin, misol uchun bunaqangi xatoliklar qolib ketgan ekan. Listlar soni, adabiyotlar ro'yxati biroz o'zgargan sabab bo'lgan. Shu kod shuni sanab berdi va shu joyda xatoga yo'l qo'ygansan. Beting shuncha, sahifalar soni shuncha, adabiyotlar soni shuncha deb turib xatolikka ko'rsatdi. Ha deb turib to'g'ri deb men o'zimni yakuniy dissertatsiyalarim raspetkasidan oldin kerakli joylarni o'zgartirib qo'ydim. Bundan tashqari bunaqangi qo'shimcha xatoliklar, qaysidir joyda qaytarilishlar, qanaqadir imloviy xatolar, shunga o'xshagan lotin kiril harflari aralashib ketilganligini ko'rsatib o'tiradi. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyalarda izoh qoldiring, menga kerak, kontaktimni berishim mumkin. Dissertatsiya yuzasidan bir maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Undan tashqari, agar kimga qiziq bo'lsa, hujjatlarni ikki xil joyda o'rganib ko'rdim. Lokatsiyasi joylari bo'yicha byudjet variantini ham ko'rdim. Sal qimmatroq, lekin sifatliroq variantini ham ko'rdim. Agar kimga qiziq bo'lsa, ushbu joylarning lokatsiyasi detallari yuzasidan ham qo'shimcha yo'nalish berishi mumkin. Va kimga qiziq bo'lsa, dissertatsiyani qanday qilib AI litsenziyadan o'tkazish bo'yicha alohida video tayyorlashim mumkin. Bu bo'yicha ham izoh qoldirsangiz, shunga qarab turib keyingi videolarni tayyorlayman. Videomni kuzatganingiz uchun katta rahmat. Dissertatsiyani himoya qilib chiqishingizda omad tilayman. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.